Asli poloni go'shi go'rashni tegida turasida ya tiqalla mening karim yo'q. Men ustiga chiqarib oldim. Maqtig'ini emas deb turib, maqtash modo ketdi tiqalla, ammo haqiqatan payzog'ini rostchi maqtig'chiligi bazadi. Esilsang, esilning asliga esil, esilning aslimi vaslimi esil deb poloni o'xshaydisangiz, birinchi qadamda go'rash bilan mayning qozonning katasini talab ishlatsizlar jumot tiqalla. Andi Nurimangilni qaytib yurak bagash filmni tafsili diqqat bilan oxirigacha ko'rsizlar. Buningga kalgo'sh ishlatimiz tiqalla. Qiyma qilish mashinasiga sasingizlar, ama go'shni mana kichik pashlab sasingizlar, mashinangizda yaxshi asirildi. Go'rashni men oldin jupchilar qo'ymazlar tiqalla. Qiymini tuz, ahmosh, hajo, bitta tuxum, azroq kraxmalni suvda eritib qo'yib aralashtirib olgandan keyin go'rashni qiymaniki 3 dan 1cha keltirib qisingizlar go'shni kerak chiqdi. Men taxminan 5 dan 1cha qildimki mani. Ishlatganim yana Alnuraniga Qozog'istondan import qilgan zig'irni tovan besim, tovan temperaturada siqilib, ozuqlik go'shtini saqlab qolish asosida tayyorlangan Alnuri organik zig'irmayi. Andi Alnuraniki 4 dan xali shalguli go'rchini ishlatdim. Tuqqalla qizil seriq aralashma savza, azroq quyruq may, andi piyoz kambos bo'lmaydi tuqqalla. May qizg'andiki oldi bilan quyruq may desa, andi piyoz bilan sinjanda misab qo'rsoq va shetamlik bo'ldi. Juma quyruq mayga tishim qayshidi demay tuqqalla qipaqingizra juma isib beka yamanlab tikama bu quyruq deydi qilsizlar. Savzini savag'andiki ya birava sho'g'la, ya bira qo'shiq sho'g'iljansa qo'ysizlar tuqqalla. Oq savzi bilan qisingizlar rangdar ta'mimi tattiq chiqadi juma. Aki cho'qim savzini pishib qo'rib andi suv qo'ysizlar tuqqalla. Suvi azariq pishilgandiki go'rishni solamiz. Men suydi biza aqosh untiqab tikama am aytqanima. Go'rishni polo shahid demaymiz. Qozonning shahi vajibot tuqqalla. Nazifaning mehri qozonda muhabbat qaynaydi. Muhabbat bilan tamoq qilsa hammani o'xshaydi. Adam film tataydi-sa, adamni rasm tatib oldi. Ranglari Hasan Husan ko'zini qamashtirdi. Chiroyliqligida o'ylarni chandir qo'ydi. Sap 304 lik yemaklik qo'shilgan material tamoqning ta'mini, quvvatini saqlaydi. Polo soslamashda o'xshab inovatlarni aqlaydi. Sog'lomlik deb hammadan harg'ich to'laydi. Lekin vaqti kelganda hammaning pul arzoni tanlaydi, ammo lekin azalda arzon narsaning sho'rvisi yaxshi chiqmaydi. Nurimangilniki fensiri kunda doyinni yo'qlaydi, madad berib yulduz yuraklarni ayamay yo'llaydi deb yama charchab kitma ba'zi kimlarda, lekin sizlar xuddi bir kuch biraversingizlar, Ramboda qaytada ruhni kitmadingizlar. Shuning bilan sizlarga mashtax yangilik ham go'zal ham quvvatli tomoqlarni to'xtamay